Assalomu alaykum, Arzonchi bola kanali obunachilari. Hafta kuni yakshanba Farg'ona Moshna bozoriga yetib kelganmiz. Sizlar uchun Jiguli 010706 narxi bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Arzonrog'idan akalar sizlar uchun dagan chiqib qoldi. 06 motor Turkiyaning mashinasi bo'lgan. Yo'q yemaydi og'a. Ortiqcha rasxotlari yo'q. Rasxot qilmaydi, minadi xolos a. Mana chexol polilar bo'lgan, ortiqcha rasxotlar yo'q deyishyapti. Orqalaridagi ko'rinishlari, metallar bor. Dagan Turkiyaning mashinasi. Mayda pullari ham ishlargan-a? Hamma ishlaydi hisobda. Hop, narxi necha pul? 12 million. 12 million kami bor. Kami bor. Telefon nomerlar 99lik 308 308 1835. 1835. Variant barterlar bo'ladimi? Yo'q. Faqat naq. Faqat naq. Mana akalar. Batafsil ma'lumot telefon orqali telefon qilib baraka qilib olishlari mumkin. 01 chiqib qoldi akalar sizlar uchun вообще ideal holatda. 06 motor, moslar 06, balonlar yangi holatda. Cheg'ol polilar bo'lgan akalar o'zlari uchun tayyorlatishgan ekan. Sidinalar Nexia sidina qo'yganman deyishyapti rollari. Akalar mashina 140 ga chiqqan ekan, 140 ga chiqmasa, bergan pullarini qaytib berishar ekan. Bergan pullarni qaytib berishgan ekan, mashinani ham tekinga berib boshlar ekan. Mashina 140 ga chiqar ekan. 5 tali mana yopiq ekan. O'zlari uchun tayyorlatishgan ekan akalar. Inji holatda 5 tali korobka. Balonlari ham ortiqcha 1 gram ham rasxot yo'q deyishyapti. Faqat minali deyishyapti akalar. Narxi $1500 bo'lishi deyishyapti. Undan kam yo'q akalar. 20 million deyishyapti, 1500 ga tushirib qo'ydi. 15 million so'm. Telefon nomerlar 91lik 508 0606. Variant barter bo'lar. Variant barter. Nexia 2 ga barter qilaveramiz. Nexia 2 ga kelishilgan holda barter 2 milliondan tepasi. Ustiga pul berishaverar ekan akalar mana. Telefon qilib batafsil ma'lumot so'rab baraka qilib olishlari mumkin. Zo'r variant. Xo'p akalar 2008-yillarda kalina chiqib qoldi sizlar uchun. Kraskasi randoy holatda turgan. Mana diskala taqib qo'yishgan, balonlari yaxshi holatda. Holatlarga evakuator polichi qo'llar bor. Ortiqcha rasxotlari yo'q aka. Ortiqcha rasxotlari yo'q. Motorni ochib qo'yaylik. Motor. Orqalari mana akalar. Tekkonchilikmi? Sizlar uchun 2008-yil Lada Kalina. Mana 1.6 motor yog' yemaydi. Ortiqcha rasxotlari yo'q, faqat minadi. Gaz. Ortiqcha rasxotlari yo'q, dokumentlarda muammo yo'q. Narxi 3000 kami bor. Variant barter bo'ladimi? Yo'q. Faqat naq. Telefon nomerlar 641 94lik 641 59. Batafsil ma'lumot telefon orqali telefon qilib baraka qolishlari mumkin. Xo'p, navbatdagi 06 96-yil Toyota baloni yangi holatda. Motor ham 06. Motor ham 06 ikkinchi holatlar. Chexol polilar bo'lgan, ortiqcha rasxotlari yo'q. Pulti ham bor ekan. Pultlarigacha bor ekan. Mana akalar. O'sha holatda turibdi. Orqadan ko'rinishlar.
Zapaskalari. Bitam bizani. Bizimga ham yuraverar ekan mashina. Ortiqcha rasxodlari yo'q-a, yog' yemaydi motorlar. Motorlari yog' yemaydi. O'zgartiruvchilari tamom. Takimitlarda muammo yo'q. Narxi nechi pul davomini? 20 million so'm kami bor. 14 ga berilmabdi. Akalar qo'shilsa beraveradi. Qo'shilsa beraveradi. Generalni beriladi. Liboydagi bitaverar ekan. Akalar mana o'g'li baraka qolishlari mumkin. Batafsil ma'lumot telefon orqali. 99lik 907 23 61. Batafsil ma'lumot telefon orqali. Farg'ona mashina bozoriga yetib kelganmiz. 5-iyul. Savdolar yaxshi bo'lyapti. Hop, videomiz 6 bo'ldi. Videoni shu joyda to'xtatamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalni like bosib qo'yamiz. Fikr mulohazalar kommentariyada qoldiramiz.